Hamma chiroyli qizlarning ham qalbi go'zal bo'lavermaydi. Agar juda ham chiroyli qiz siz bilan tanishmoqchi bo'lsa, buning orqasida yomon niyatlar ham bo'lishi mumkin. Bunga siz bugungi videoyimiz orqali ishonch hosil qilishingiz mumkin. Videoyimizni boshlashdan oldin kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lishni va video ostidagi like tugmasini bosishni iltimos qilardik. Bu siz uchun arzimagan narsa xolos, ammo biz uchun bu kanalimiz rivoji, yangi videolar tayyorlashga ishtiyoq desak ayni muddao bo'ladi. Tanishing, Kristofer xotini bilan ajrashish arafasida turgan yosh va millioner yigit. Uning xotini esa Jemmi. Kris va Jemmi ancha vaqtdan beri bir-biridan uzoqda yashashadi. Uning xotini ajrashishni xohlaydi, ammo Kris hozircha ajrashish qog'oziga qo'l qo'yishga shoshilmayapti. Bir kuni Kris oziq-ovqat do'koniga boradi va u yerda Sky degan qizni uchratib qoladi. Qahramonimizga bu qiz bir qarashda juda yoqib qoladi va u qizga uyigacha o'zi olib borib qo'yishini taklif qiladi. Shunda Sky dugonasi bilan yashashini va hozir u yerga qaytgisi kelmasligini aytib beradi. Shunda Kris qizni o'z uyiga taklif qiladi. Yigitning uyini ko'rgan qiz hayron qoladi. Bunday hashamatli uyda yashash uchun qanday ishda ishlash kerakligini so'raydi. Shunda Kris, "Men hozir hech qayerda ishlamayman, nafaqadaman" deydi. Ma'lum bo'lishicha, Kris hali yoshligidayoq himoya tizimi uchun bir dastur yaratadi. Google esa bu dasturni juda katta pulga sotib oladi. Endi esa boy yigit hayoti davomida nima qilishini o'ylab, har kunini shu yerda o'tkazardi. Yigit va qiz ancha ichishadi. Soat ham kechki 2 bo'lgach, qiz xafaroq bo'lib, "Men ketishim kerak" deydi. Lekin o'zimga qolsa, ketgim yo'q bu yerdan deydi. Shunda ular sekin bir-birlariga yaqinlasha boshlashadi va Kris imkoniyatni qo'ldan boy bermay, Sky bilan ertalabgacha mazza qiladi. Keyinroq Kris Sky ofitsiantka bo'lib ishlaydigan barga boradi va ular suhbatlashib o'tirishadi. Ketishga tashqariga chiqishgach, Kris mashinasini kimdir o'g'irlamoqchi bo'layotganini ko'radi va unga qarab mashinani egasi u ekanini, mashinani yonidan ketishini so'raydi. Shunda narigi yigit Krisga qarab ovozini o'chirmasa yonidagi qizni rasvosini chiqarishini aytadi. Bunga jim qarab tura olmagan qiz o'g'rini so'kishni boshlaydi. O'g'ri qizga tashlanmoqchi bo'ladi, ammo natijada talofat ko'rgan Kris bo'lib qoladi. Keyingi kuni Kris nogironlar aravasiga mixlanib qoladi. Shunda Sky unga u butunlay sog'ayib ketgunicha uni yonida qolish taklifini bildiradi. Albatta bunga Kris rozi bo'ladi. Nimaga deganda Sky Krisga qarashdan tashqari u bilan yana boshqa ishlar ham qilardi. Xullas, Kris qizga hamma xonani kalit kodlarini beradi. Sky dugonasi bilan yashaydigan uyga ketadi, narsalarini yig'ishtirib olib ketish uchun. Shunda ma'lum bo'ladiki, ular nafaqat dugonalar, balkim sevishganlar ekan. Skyning qizi uni qattiq rashk qila boshlaydi. Ertasi kuni dugonalar yashaydigan uyning egasi uyga kirishga majbur bo'ladi va vannadan Skyning dugonasini murdasini topadi. Kris va Sky o'z kunlarini juda ham ajoyib tarzda o'tkazishardi. Erta-yu kech badan tarbiya mashqlari bilan shug'ullanishardi. Bir kuni Kris uyqudan turib telefonini topolmaydi va uni qarab Skyning sumkasini ichidan Sky va uning dugonasi Lizaning suratini topadi va shu payt televizor orqali Lizani o'lik holda topishganini ko'radi. Shu payt Sky ham keladi. Shunda Kris unga politsiyaga qo'ng'iroq qil, yaqin dugonang o'ldirilibdi deydi. Ammo bundan Sky hech ham ajablanmas edi va politsiyaga telefon qilish g'irt ahmoqlik. Uni men o'ldirdim deydi. Ma'lum bo'lishicha, Sky Lizadan vaqtinchalik foydalangan. Nimaga aynan Liza deysizmi? Chunki Lizaning uyidan Krisning uyida nimalar sodir bo'layotganini ko'rish juda oson ekan. Hamma gapni bilgach, Kris qattiq jahli chiqadi va qizga "Yo'qol uyimdan" deydi. Ammo o'zi bu ahvolda qizga qarshi tura olmasdi. Qiz esa hamma eshiklarni yopadi va Krisni elektroshoker bilan hushidan ketkizadi. Bu vaqt ichida dugonalarga ijaraga uy bergan erkak xonalarni yig'ishtirishga keladi va Skyning teleskop orqali qo'shni uylarni kuzatishni boshlaydi. Kris o'ziga keldi. Uni Sky qattiq so'roq qilib buyruqlar bera boshladi. Hisob raqamlarini kodini aytishi uchun. Kris uni yana so'ka boshladi. Sky oldindan bilardi osonlikcha unga kodni aytmasligini va uni juda ham qattiq qiynashni boshladi. Shunda haligi erkak teleskop orqali Krisning uyida nimalar bo'layotganini ko'rib qoladi. Ertasi kuniyoq Sky Krisning barcha pullarini o'z hisob raqamiga o'tkazadi. Ammo bu ayyor qizga shuncha pul ham kamlik qilardi. Endi esa u Krisning barcha aksiyalarini sotib pullarini o'zining firmasiga o'tkazmoqchi bo'ladi. Albatta bunga Kris rozi bo'lmaydi, chunki bu aksiyalar Krisning eng so'nggi pullari edi. U bir amallab qizni bo'g'ishga harakat qiladi.
Ammo qiz uning qo'lidan chiqib qoladi va agar aytganimni qilmasang, xotining bilan bolangni ko'rgani boraman deb tahdid qila boshlaydi. Biroz o'tib ularning uyiga o'sha Krisni do'pposlagan yigit kelib qo'shiladi. Ularning tili bir edi. Biroz o'tib haligi erkak Sky u yerdan chiqib ketganini ko'rib, Kris yoniga boradi. Ammo uni shu ahvolda ko'rib ham unga yordam berishga shoshilmaydi. U Krisga uni qo'llarini yechsa, unga nima nafligini so'raydi. Ular gaplashib turganda Sky uyga qaytadi va uyda anavi erkak borligini bilib, uni qidirib ketadi. Fursatdan foydalanib, Kris ham bir amallab u uydan qochadi. Sky erkakni topadi va o'sha zahotiyoq uni o'ldiradi. Krisni esa mashina urib ketishiga sal qoladi. Shunda Kris u odamdan yordam berishni so'raydi. Albatta u odam yordam beradi. Mashinaga o'tkazadi. Politsiyaga qo'ng'iroq qilib Krisga beradi. U esa hamma bo'lgan voqeani aytib tursa, haligi odam Krisni hozirgina zo'rg'a qochgan uyiga qaytib olib keldi. O'zingiz tushunib olganingizdek, u odam ham Skyning sherigi bo'lib chiqdi. Xullas, endilikda Krisni ikilashib qiynay boshlashdi. Bu ayyor qizning bilmaydigan narsasi yo'q ekan. Endi Krisda hech vaqo yo'q deb o'ylasa hamma, Sky yana bitta bankda katta miqdorda puli borligini, uni ochish uchun Krisning barmoq izi kerakligini aytadi va ular uni barmoqini chopib olishadi. Shunda biz u uyga Krisning xotini va bolasi kelganini ko'ramiz. Boshida Sky ularga Krisning holidan xabar oladigan odamman deb tanishtiradi. Keyin esa ularni ham Krisning oldiga olib borib qamab tashashadi. Krisning xotini shokda edi. U yeridan nima bo'lganini so'raydi. Eri esa unga ular uni barmoqini kesib bankka yo'l olishganini aytadi. Buni qarangki, u qimmatbaho qog'ozlar u bankda emas edi. Orzulari puchga chiqqan Sky va haligi erkak uyga qaytishyapti. Uyga kelgach, Kris bilan o'g'ri o'rtasida urush boshlandi. Urushda Kris yutqazadi va Skyga uni otib o'ldir deydi. Shu payt Sky dovdirab qotib qoladi. Shunda erkak uni haqoratlaydi. Jahli chiqqan qiz uni o'zini otib o'ldiradi. Bu payt Kris qizni jarohatlaydi va qochadi. Keyin baribir er-xotinlarni Sky topadi. Ularni ikkalasini ham rosa uradi va endigina ularni o'ldiraman deb turganida Krisning 5 yashar qizchasi Skyni qurol bilan otib o'ldiradi. Sky o'limidan oldin uni ismi Margaret ekanini aytadi, lekin endi bu hech kimni qiziqtirmas edi. Shu bilan ushbu videoyimiz o'z nihoyasiga yetdi azizlar. Misol tariqasida shuni ayta olamizki, hech qachon o'g'irlik, jinoyat yaxshilikka olib kelmaydi. Zero hech bir jinoyat javobsiz qolmaydi. Xayr, salomat bo'ling.